Kvartirani narxidan ham arzonga kotej so'raganlar uchun zo'r variantimiz chiqyapti. 4 ta kotej, ikkitasi sotilib bo'lgan, ikkitasi qolgan. Xo'p, shunda kirishinglar bilan bu yoqda prixoshka zal qilib qo'yasizlar. Nari yoq kuxnya. Bu yoqda общий sanuzel birinchi etaj uchun kotyorlar joylashgan. Bugatti turetskiy kotyor qo'yilgan. Bu yoq kuxonniy zonamiz. Xolisini ham pergorodka qilib yopib qo'ysanglar bo'ladi. Xo'p, bu yoqda zinamiz. Zinani bitkizib berishadi. Ikkinchi etajda ikkita spalni joylashgan. Imkon qadar tezroq ko'rsatib berishga harakat qilaman. Bu bitta detskiy spalnimiz. Bu yoq bitta sanuzelimiz. Bu yoqga shkaf qilib kravat qo'ysanglar, ikkita oynasi bor, ko'cha tarafga qaragan. Buni ham o'zini sanuzeli bor, dush kabinalar qilingan. Hop, mansardani ham bitta detskiy xona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yoqda kladovkasi bor. Bu yoqda kichkina oynasi, ham bu tarafda yana bitta oynasi bor. Havo zo'r aylanadi. 120 kvadrat. Remontlari bilan 120 ming so'rashyapti. Qorasuv 6 da joylashgan Mirzo Ulug'bek tumani. Xuddi shuni bez remonti bor. Hamma elektrika santexnikalari qilingan. Bitta anaqasi qolgan, malarkasi qolgan. 100 ming so'rashyapti unisiga. Yana to'liq ma'lumot Telegram kanalimizda bo'ladi. Kirib ko'rishingiz mumkin. Pastda nomerlar qoldiramiz. Telefon qilib ma'lumot olsangiz bo'ladi.